Sen qayoqqa? Ozgina xizmat qilib qo'y, ovqat tashib. Mamashka endi keldik, hech yo'q chochib olmaymizmi? Keyin shoshmay ichasan. Katya, sidqidildan xizmat qilaman. Ha, mayli. O'pdan quchoqladim. Butta ko'lda yurgandek bo'lyapman, boqay. Bilasan, ko'ldagilar shu kuyovni odam qatorida ko'rmaydi. Moldek qo'ldek qilib haliga terrorizировать qilib ishlatishadi-ku. Sen qullikda bo'lgansan-ku. Bo'lmasa ular joydamizmi? O'shda yuribmiz. Bularda zo'r gap bor. Kuyovlarni payg'ambar siylab degan gap bor. Kerak bo'lsa, shoxni o'tkazib, tagiga ko'rpani qavat qilib solib o'tkazib qo'yishadi to'riga. Ashas shu получается. Даже ovqat ham bermadi. Yuray boqay. Yo'q, jigar menga og'ir emas. Nizapodlo-da. Prosta aytyapman-da o'zim shunday. Ladno ovqat. Yo'q deganda choy berib qo'ymaydimi enangurlar? Yana bularni ilon desang, ilon hijolat. Mana bizning oramizga yangi mehmonlar kelib qolgan ekan. Kuylash navbatini shularga beraylik. Mana olinglar. Tada aytadi yangi. Prosta uyaladi-da. Buni-chi o'zi Rasul Mamatqulov kichkinaligida og'ziga tuflab ketgan. Bulbulday ovoz bor. Hozir aytadi. Ustoz deysiz. Meni o'rnimga yaxshisi bunday qilaylik. Keliningiz kuylab bera qolsin. Obbo, urdi xudo. Bu nima degani? Yo mensimayaptimi? yoki nima? Yanga, unday emas. Aytadi hozir. Napadat qilmay tursiz hozir. Kim napadat qilyapti? Bir so'zni ikki qilmay aytmaydimi? Yanga, yomon tarang qildingiz-ku. Do'stimga tashlanurmasdan davleniya qilmay turing, ma'qulmi? Sen nimaga u uchun atvicat qilyapsan? Atvicat qilaman yanga. Men bu bilan 14 soat yurib keldim. И вообще, qanaqasiga yanga? Shunaqasiga sen gapirmay o'chir. Men nervingiz nozik bo'lsa, meniki undan ham nozik yanga. Давайте отношения не портите. Qayerdaligingni unutib qo'ydingmi deyman. O'zimdan nima deysiz? Qayerdansan? Menga baqirmang. Sharifa xola, ko'chada kuyovlar kelyapti. Kuyovlarim kelibdi-yu, men kutib olayin. Endi bu kuyovlarni payg'ambarlar siylabdi deyshadi. Borib kutib oling, sizlar o'tirib turinglar.